Assalomu alaykum. Qizlarjonlar, qanaqa sizlar charchamayapsizlarmi? Bizga pijamalarimiz keldi. Narxlari bilan ayting dedinglar. Qizlarjonlar, qaranglar. Xitoy pijamamiz, mana bu xermisligimizni 120 ming qilib beramiz. Mana bu bani xalatimizning narxi 200 ming so'm. Ikkalasini birga olsanglar 300 ming so'm bo'ladi. Ikkalasidan ham 1XL dan 3XL gacha razmerlari bor. Xitoyda ishlab chiqarilgan pijamkamizni qizlarjonlar, buni narxini 100 ming qilib beramiz skidkada. Bani xalatimizning narxi 180 ming so'm. Sababi bani xalatimizni O'zbekistonda ishlab moslashtirib olsanglar ham bo'ladi qizlarjonlar. Bani xalatimizning narxi 180 ming so'm, pijamamizning narxi 100 ming so'm. 3XL gacha razmerlari bor. 3XL gacha razmerlari bor. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, bu Xitoyda ishlab chiqarilgan. Ikkalasining materiali ham bambuk. Qizlarjonlar, mana bunaqa bani xalatimiz bor, sertsalik. Buni mana bunaqa qilib bir-biriga moslashtirib olsanglar ham bo'ladi. Bu labli bo'ladi, bu sertsalik bo'ladi. Ikkalasining ham materiali bambuk. Qizlarjonlar, xalatimizning narxi 180 ming so'm, pijamamizning narxi 100 ming so'm. Yarkiligini qaranglar. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Buni narxi 180 ming so'm, pijamamizning narxi 100 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa, mana nalichida qizlar.